Burun spreylari yoki tomchilari, bularning qanday turlari bor va bular qachon qo'llaniladi? Burni oqib turgan bolasiga burun bitishiga qarshi ishlatilgan spreylarni ishlatadi yoki burni bitib turgan bolasiga esa mesning immunitetni ko'tarib, virusga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi dorilarni ishlatadi. Dastlab bularni nima maqsadda ishlatilishi bilib olishimiz kerak. Agarda bolangizda yengil ORV alomatlari boshlanib turgan bo'lsa, interferon ampulalari, nazoferon, genferon kabi tomchilar yoki spreylar ishlatiladi. Agarda bolangizni burni bitishni boshlagan bo'lsa va zudlik bilan shifokorga olib chiqish imkoniyatingiz bo'lmasa, bu holatda Nazivin, Linaxil, Snoop kabi spreylarni ishlatishingiz mumkin, lekin qaytarib o'taman, bu faqat birinchi yordam uchun ishlatilib, uzoq muddat ishlatish tavsiya etilmaydi. Bir kun, 2 kunda yordami bo'lmaganda zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Xo'p, siz tomchilar ishlatishni boshladingiz. Nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Dastlab bolaning burun kataklarining tozaligiga. Agarda bolaning burunlari shilliq bilan to'lib turgan bo'lsa, siz ishlatgan spreylar yoki kaplalar faqat shilliqqa o'tirib, birozdan keyin burni tozalangani yoqib chiqqanda, bular ham qaytib chiqib ketadi va hech qanaqasiga so'rilmaydi va yordam bermaydi. Shuning uchun bolani dastlab burun kataklarini tozalashingiz, tuzli eritmalar bilan, natriy xlorli har xil tozalovchi vositalar bilan eritib tozalab olishingiz, undan so'ng ishlatishingiz kerak. Xo'p, to'g'ri ishlatish uchun qanday ishlatiladi? Bolaning burun katagiga to'g'ridan-to'g'ri bo'shliqqa sepmang, ya'ni devoriga qarab sepishingiz. Ikkita burniga sepib bo'lgandan so'ng burnini massaj qilib siqib qo'yishingiz kifoya. Tomchilarni ham tepa labini pastga tortgan holatda pastki devoriga tomizib va burun shilliq qavatlarini to'liq shu modda bilan qoplab olishini ta'minlashingiz kerak. Ana shundagina siz to'liq natijaga erishasiz.